Menga 2 hafta oldin xayrboqcha uchun liboslar tikish zakaz bo'lib tushdi. Lekin men boshqa zakaslarim borligi uchun ro'parasi 1 hafta oldin ko'ylaklarni boshladim. Avvaliga bu ko'ylaklarni men 1 haftadan so'ng bitkazishga ko'zim yetmadi. Lekin menga oyijonim juda ham katta yordam berdi. Bu emblemalarni 70%ni ayam o'z qo'llari bilan tikdi. Men esa qizlarning abadoklarini yasadim. O'g'il bolalarning kamzuriga tugma qadashga o'zim ulgurmaganim uchun Shukronaxonni yordamga chaqirdim. Rahmat Shukronaxonga ham. Va nihoyat liboslarning hammasi bayramga ulgurdi. Albatta yolg'iz emas. Meni qo'llab turgan oyijonimga kattakon rahmat aytaman. Bayram prosta bomba o'tdi. Bolalarning yuzlaridagi kulgu va ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, barcha charchoqlarim, kechasi 12-1 gacha uxlamay ko'ylaklarni tikkanlarimga hammasiga roziman. Atmosfera ham juda chiroyli, havo ham zo'r bo'ldi. Aisha xonni kuzatib boring va menga obuna bo'ling.